Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar va dehqonlar. Mana bugun Jamshid aka bilan Toshkent viloyatiga intensiv nok bog'iga keldik. Xudo xolasa mana bog'imizni ko'rishlar mumkin. 30 gektardan oshiqroq nok bog'. Jamshid aka, bugun nok bog'iga nima sababdan keldik? Nima maslahatlarni beramiz bugun dehqonlarga? Xo'p, bugun nok bog'iga kelganligimizning sababi hozirgi kunda asosiy nok bog'larda va undan tashqari olma bog'larda pashta kasalligi tarqaladi. Shularni to'g'risida ma'lumotlar berib o'tishga keldik. Hozir pashta kasalligini rivojlanish haroratlari, kelib chiqish manbalari, ularga qarshi kurashish choralari haqida ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Jamshid aka, parsha kasalligi qanaqa holatlarda rivojlanadi va ekinlarga qanaqa ziyon keltirishi mumkin? Xo'p, parsha kasalligining eng avvalo rivojlanadigan haroratlari to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketsak, parsha kasalligi o'rtacha sutkalik harorat 7 gradusda sekin astalik bilan rivojlanishni boshlaydi. Parsha kasalligi uchun optimal rivojlanadigan harorat bu 18 gradus bilan 20 gradus oralig'ida bu optimal rivojlanadi. Yaxshi rivojlanadi, yaxshi ko'payadi, ekinlarga zarar keltirishi shu graduslarda jiddiy bo'ladi. Ana endi parsha kasalligi 30 gradusgacha haroratda rivojlanib, ekinlarga zarar keltirishni boshlaydi. 30 gradusdan yuqorida sekin astalik bilan rivojlanishi, ekinlarga zarar berishi nisbatan kamayib ketadi. Ana endi parsha kasalligini rivojlanish haroratlari to'g'risida aytib o'tdik. Endi uni inkubatsion davri haqida ham aytib o'tib ketamiz. Jamshid aka, mana parsha kasalligini inkubatsion davri haqida gapirdingiz. Inkubatsion davri qanaqa bo'ladi? Endi buni ham bir tushuntirib bersangiz. Xo'p, inkubatsion davri parsha kasalligi o'zi zamburug'li kasallik, zamburug' sporalari ekinni bargiga tushganda, mana kelib ko'rsating, yaqinroqdan oling. Ekinlarni mana shu bargiga tushganda, mana shu joyga tushib, barg orasiga kiradi. Barg orasiga kirgandan so'ng 8-10 kun davrida o'zini yashirin inkubatsion davrini 8 kun, 12 kun davomida o'zini inkubatsion davrini kechiradi. Yashirin davri bo'lib o'tadi. Yashirin davri bo'lib o'tgandan keyin barg ustida o'zini dog'lari bor. Uni montaj davomida bargdagi dog'larni, parsha kasalliklarining simptomlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. O'sha dog'lar sekin tushishni boshlaydi. Mana shunaqa qilib bu 8-10 martagacha sikl aylanadi, zarar keltirishni boshlaydi. Ana endi hozir Azbek bitta narsani ko'rsatib o'tib ketamiz. Asosan bizni kerak bo'ladigan instrumentlardan bittasi mana hozir gradusni yuqori teparoqqa ham qo'yib qo'ydik. Ko'rsatasiz. Mana keling ko'rsating. Havoning nisbiy namligi 52% tashkil qilyapti. Undan tashqari havoning harorati 10 gradus, 908 ni ko'rsatyapti. Ana endi buni ikki xil yo'l bilan aniqlash mumkin bo'ladi. Parsha kasalligi rivojlanish holati. Rivojlanishini taxmin qilish. Taxmin qilish qanaqa bo'ladi? Xuddi mana shunaqa gradusni olinadi va tuproqqa qo'yib qo'yiladi. Mana tuproqqa mana oddiy sharoitda qo'yib qo'yiladi. Oddiy sharoitda qo'yib qo'yilganda mana ko'rsatib qo'yasiz. 52 mana. Hozir bu sekin astalik bilan harorat tushib boradi. Mana tuproq harorati 7 gradus, tuproq atrofidagi harorat 7 gradusda qizigandan keyin sekin astalik bilan rivojlanadi. Mana shuni ham alohida ta'kidlab o'tib ketish kerak. Ana endi parsha kasalligini manbalari qayerda? Qayerdan kelib chiqadi parsha kasalligi deyilsa, parsha kasalligi avvalgi yillarda mana shu daraxtlarning bargiga yo'nalsa hosiliga parsha kasalligi tushgan bo'lsa, uni zararlangan barglar kuz oylarida to'kilib, mana kelib ko'rsatasiz. Mana kelib ko'rsatasiz. Mana shu barglar zararlangan barglar sho'tga to'kilgandan keyin tuproqning temperaturasi, mana shu atrofdagi temperatura, harorat 7 gradusdan yuqorida sekin ko'tarilib 18-20 gradusga chiqishni boshlaganda sekin astalik bilan rivojlanib daraxtlarga tushadi. Shu hozircha beradigan manbalarimiz, tarqaladigan manbalari to'g'risidagi ma'lumotlarimiz shu. Rasmda ham uni qo'yib ketamiz. Rasmda ham hozir hayot siklini ko'rsatib ketamiz, hayot davriy aylanishini ko'rsatib ketamiz, umumiy tushuncha hosil bo'lishi uchun.
Ana endi parsha kasalligini to'g'ri ma'noda aylanishini ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Mana aytaylik, kuz oy tasavvur qilamiz, kuz oylarida tasavvur qilamiz, kuz oylarida barglar to'kilyapti. Mana shu bargda parsha kasalligi paydo bo'ldi deylik. Yo'q bo'lmasa bor edi, shu pastga tushdi. Pastga tushgandan keyin mana bu barglar qishlov davomida kasalligi sporalarini o'zida saqlab qoladi. Saqlab qolgandan keyin boya aytib o'tganimizdek 7 gradus harorat ko'tarilgandan so'ng bu sekin-astalik bilan rivojlanadi. Ana endi hozir bizda yog'ingarchiliklar bo'lib o'tdi. Parsha kasalligi yog'ingarchiliklardan keyin sekin-astalik bilan rivojlanadi. Qanaqa bo'ladi? Aytaylik, mana hozir ob-havoni ham ko'ramiz, kelib ko'rsatasiz. Mana ob-havoga ham e'tibor berib qaraymiz hozir. Mana sekin mana 10 gradus, mana bugungi 10 gradus 4 gradus bo'lyapti. 28 mart. Mana ko'ryapsiz, mana ko'ryapsiz, kun issiq, ochiq havoli kunlar bo'lyapti. 16, 19, 22, 24 graduslarga chiqyapti. Ana endi qaranglar, parsha kasalligi qanday ko'tariladi degan, bargga qanaqa ko'tariladi degan savol bor. Bu yerda qanaqa bo'ladi? Mana 3-4 kunlik yomg'ir yog'ib o'tdi. Yomg'ir yog'ib o'tgandan so'ng parsha kasalligi mana quyosh tushyapti. Quyosh chiqqandan keyin buni hamma biladi. Quyosh chiqqandan keyin mana tuproqdagi namlikni ko'taradi tepaga. Tuproqdagi namlikni ko'targanda tuproq o'sha havoning vlajnosiga qo'shilib turib parsha kasalliklar uchadi, havoda shamol yordamida uchadi. Namlik yaxshi saqlanib turibdi tuproqda. Ko'tariladi, mana shu bargga tushadi. Mana shu bargdan keyin o'zini o'sha kasallik tarqatishni boshlaydi. Bu kasallik tarqalishi o'sha boya aytib o'tganimizdek 8 marta 10 marta aylanaveradi. Mana shunaqa. Aylanishi qanaqa bo'ladi? Bu ham shu pastga tushadi, o'simlik qoldiqlariga tushadi, aylanadi, u bo'ladi, bu bo'ladi, sug'orilganda yana ko'tariladi, kun issiq bo'ladi. Misol, mana o'shanaqa sharoitlarda parsha aylanib hayot sikli shunaqa aylanib zarar beradi. Buni asosiy simptomlari qanaqa bo'ladi? Uni ko'rsatamiz montaj davomida. Undan tashqari hosil sifatini buzib tashlaydi. Bog'bonlarimizning eng og'riqli joyi ham shu. Bog'bonlarimizning eng og'riqli joyi ham shu. Juda ham buzib tashlaydi. Nimaga bu narsani to'liq yoritib beryapmiz? Savol tug'iladi. Bir xil hozir xato qilinadigan joylar bor. Kasallik bilan kurashayotganda sal xato qilinadigan joylari bor. Qanaqa xato qilinadigan joylari? Yerda tuproqda unga qulay sharoit bo'lmasa, yog'ingarchilik sabab bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, aslida sal noto'g'riroq bu. Tuproqda mana saqlanib qolgan sharoitda bunga namlik tushdimi? Namlik tushgandan keyin tuproqning harorati ko'tarilgan, quyosh tushgandan keyin tuproq harorati ko'tariladi. Tuproq harorati ko'tarilgandan keyin bu tushadi. Ana bundan keyingi yog'ingarchiliklarni xavfli deb aytsak bo'ladi. Chunki mana bunda xo'jayin o'simlik barglari bor, bunga tushadi. Ana endi tushgandan keyin parshani simptomlari mana shu joylarda ko'ringandan keyin sporalarim shu yerda bo'ladi. Bundan keyingi yomg'irlar bu uchun xavfli hisoblashsa bo'ladi. Sababiki namlik bo'ladi, shamol bo'ladi, quyosh qiziydi, yana boshqa yangi shoxlarga, yangi novdalarga, yo'qmasa yangi hosillarga tushib ketadi. Mana shu xavfli. Lekin bu hali barg chiqarmasdan turib oldindan kurashish bu iqtisodiy zararlilikka olib keladi. Bizi asosiy maqsadimiz shu iqtisodiy zararlarni, iqtisodiy xarajatlarni kamaytirish. Shuning uchun ham hozir mana yog'ingarchilikda kelib asosiy parsha kasalligi haqida ma'lumot berib o'tib ketyapmiz. Agarda kimni bog'i hali misol uchun kurtay holatida bar chiqarmagan bo'lsangiz, foydasi yo'q. Parsha kasalligi kurashdim. Foydasi yo'q, sababiki parsha kasallik tuproqda saqlanyapti. Yerda tuproqda saqlanyapti. Endi Agrogold kompaniyasi bunga qanday yechim beradi? Bunga Gidramil Gold preparatini tavsiya qiladi. Strobi Gold preparatini tavsiya qiladi. Undan tashqari Score Gold tavsiya qiladi. Impact Gold preparatlarini tavsiya qiladi. Mana shu kasallik tushish simptomlari ko'rildimi? O'z navbatida o'sha kasallik bilan kurashishga o'sha hozir sanab o'tgan fungitsidlarimizdan foydalanishni tavsiya etadi. Jamshid aka, dehqonlarimiz misol uchun qachon kurashni to'xtatsa bo'ladi? Qachonki havo harorati +30 gradusdan yuqori bo'lganda,
plus 30 gradusdan yuqori bo'lganda o'rtacha sutkalik haroratda gap ketyapti. O'rtacha sutkalik harorat plus 30 gradusdan yuqori bo'lganda sekin astalik bilan bu kasallikning rivojlanishi kamayib boradi. O'simliklarga daraxtligi zarari kamroq bo'ladi bu kasallik. Ana endi himoyani uyg'unlashtirish haqida ham gapirib o'tib ketamiz. Integratsiya qilish, uyg'unlashgan himoya, integratsiya qilish. Endi kasallik o'simliklarimizni ham, daraxtlarimizni ham kasallikka immunitetini ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Immunitetini ko'tarish kerak bo'lgan payt qanaqa payt bo'ladi deb savol qo'yiladigan bo'lsa, o'simliklarning, daraxtlarimizni kuz oylariga yaqinlashayotganda ularga muvozanatlashtirilgan o'g'itlarni to'g'ri qo'llab turib immunitetini oshirib, sodda tilda aytganda daraxt o'zini qornini to'yg'izib olib, immunitetini ko'tarib olganimizda keyingi yilga, shu bu yilga kelib, oldingi yil kuz oylari kelishiga yaqin avgust, sentyabr oylarida qilganimizda shu ishni buni o'zini immuniteti ko'tariladi, daraxt o'zi immuniteti ko'tariladi, kasallikka chalinishi ham nisbatan kamroq bo'ladi. Ana endi biz kimyoviy kurash haqida gaplashib o'tdik. Endi biologik kurash, mikrobiologik fungitsidlar haqida ham ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Mana bizda aytib o'tyapmiz. Kasallik tuproqda saqlanadi, barglarda, o'simlik qoldiqlarida saqlanadi, barglarda saqlanadi deb aytdik. Bionovatik kompaniyasining Argamika F preparati bor. Tarkibi Azospirillum zeya mikroorganizmi, zamburug'i. Mana shu zamburug' tuproq, mana shu zamburug'li Argamika F preparati bilan, biofungitsidi bilan tuproqqa sepsak, bu mana shu hududdagi barcha kasalliklarni o'ldirib tozalash bilan, tozalash bilan o'simliklarni kasalliklardan himoya qilib beradi. Undan tashqari kimyoviy kurash mana tushib qoldi. Kimyoviy kurash choralarini qilib bo'ldik, tushib qoldi. Ana endi profilaktik tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak bo'lib qolganda, unda ham Bionovatik kompaniyasining Argamika S preparati montajda qo'yib ketamiz. O'sha yordam beradi. Mana shunaqa qilib himoyani integratsiya qilamiz. Bizani o'zi maqsad qo'yib olishimiz kerak. Biza parsha kasalligidan o'simliklarni qanday himoya qilamiz? Bizga himoya vositalarimiz nechta? Birinchi, misol uchun aytaylik, uni immunitetini ko'tarib, ozuqa moddalari bilan immunitetini ko'tarib turib, himoya qilishimiz bu birinchi yechimimiz. Ikkinchi yechimimiz biologik yo'l bilan yechimimiz, uchinchi kimyoviy yo'l bilan. Mana shu ro'yxatlarni amalga oshirib turib, buni qo'llash choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Shu bilan parsha kasalligidan daraxtlarimiz samarali himoya qilgan bo'lamiz. Jamshid aka, boya muvozanatlashtirilgan o'g'itlash haqida aytdingiz, ozuqalash haqida. Xo'p, shu haqida ham bir ma'lumot berib o'tib ketsangiz aka. Xo'p, muvozanatlashtirilgan o'g'it haqida ma'lumot berib ketaman. Avval boya gradusligimizni tuproqqa tashlab qo'ygandik. Gradusligimiz ham bor. Ko'rsatasiz. Mana boya adashmasam 52 edi. Havoni vlajnosti 52 edi. Undan tashqari tuproq temperaturasi, tuproq emas, havo temperaturasi 908 edi. Ana endi qarang, tuproq atrofidagi, mana dachiga e'tibor beramiz. Mana shu atrofdagi havoning nisbiy namligi 74% tashkil qilyapti. Havoning harorati mana ko'ryapsiz, sekin astalik bilan tushyapti yo ko'tarilyapti. Mana shunaqa sharoitlarda vlajnostlar bo'lganda, havoning nisbiy namligi vlajnostlar bo'lganda, quyosh tushib turib, quyosh nuri tushib turgandan keyin bu havoning vlajnosti tepaga ko'tarilganda parsha kasalligining sporalari mana ekinga tarqaladi. Mana shunaqa qilib o'rganiladi. Kasallikni oldindan aniqlash, oldindan prognoz qilish, mana shunaqa choralarni, mana shunaqa oddiy instrumentlar orqali hisob-kitob qilinadi. O'shanga qarab turib himoya choralari ko'riladi. Ana endi muvozanatlashtirilgan o'g'it haqida, ozuqalar haqida aytib o'tib ketsak. Agrogold kompaniyasi bunga nima tavsiya qiladi? Muvozanatlashtirilgan o'g'itlarga. Cropgold ozuqalari bor, 0.52-34 lari bor, 320 lari bor, NPK lari bor. O'shalarning hammasida qo'shimcha 320, 318, 321 larida qo'shimcha mikroelementlari bor. Bular muvozanatlashtirilgan. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Uning ichida azot, fosfor, kaliysi bo'lsa, unga qo'shimcha mikroelementlari bor. Bor, molibden, marganitlari bor. Ana o'shalar bilan kapilni orqali yo'lmasa o'sha uyda noki bor odamlar, nok olma, farqi yo'q, ekin turi tanlamaydi, oziqlantirish. Tegidan quysa yo'lmasa kapilnidan sug'orsa,
xudo xohlasa o'sha azot fosfor kaliy unga qo'shimcha mikroelementlari azot fosfor kaliy o'zini balanslashtirilgan holatda ekinga kerakli miqdordagi azot fosfor kaliy o'zlashtirishda yordam beradi. Mana shularni muvozanatlashtirilgan o'g'itlar deyiladi. Agrogold kompaniyasi muvozanatlashtirilgan Cropgold o'g'itlarini tavsiya qiladi. Ana endi yana bitta ikkinchi yechim ham bor. Immunitetni ko'tarishda, ekinlarning immunitetini ko'tarishda. Anaqa Low Goldni biz ko'p aytib o'tyapmiz. U hozir do'konchilarning orasida ham, dehqonlarning orasida ham mashhurlikka erishyapti. Natijalari juda yaxshi. Low Gold preparatimizni ham, ozuqa stimulyatorimizni ham suvda eritib turib kapelniy orqali berish, bu ekin ildizi orqali ekinga kirgizib olsa, ekinni sistemasiga kirgizib olsa, ekinni oziqlantirsa, ekinni immunitetini yaxshi ko'tarib beradi. Kasallikka chidamliligini oshirib beradi. Mana shunaqa qilib muvozanatlashtirish kerak bo'ladi. Undan tashqari mana shunaqa qilib integratsiya qilish kerak bo'ladi. Uyg'unlashtirish kerak bo'ladi. Jamshid aka, berilgan maslahatlar uchun rahmat. Xo'p. Mana bog'imizni xudo xolasa videoda yakunladik. Kimda kim qanaqangidir bog'dorchilikda savollar bo'lsa, Jamshid akam nomerini qoldirib. Bugunga yakunladik, lekin bu hali bog'ga kelamiz. Bu bog'ga xudo xolasa niyatimiz bor. Dehqonlarimizga, bog'bonlarimizga ko'rsatish. Hosil davrlarini ham hosilgacha ko'rsatish niyatimiz bor. So'radik egasidan. Hosilda qanaqa kasalliklar tushyapti? Bu mana misol uchun olmada yo'qmisa nok bog'larda bakterial kasalliklar haqida, undan tashqari fitoftoz kasalliklari haqida, shu bularga bor tushadigan hasharotlar, bularga bor tushadigan kasalliklar to'g'risida ma'lumotlarni sekin astalik bilan berib ketamiz. Xudo xolasa niyatimiz bor, niyat qilganmiz. Hurmatli dehqonlar, fermerlar, hosillarga baraka. Xudo xolasa biz yana yangi videolar chiqarishda yana bitta qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketaman. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, noki bog'i bor odamlarga yo'qmasa olma bog'i bor odamlarga tarqatib qo'yinglar, ularga manfaati tegsin. Kimdir videolarimizni manfaatli deb hisoblasa, o'sha kimgadir yon atrofida olmasi bordir, yo'qmasa olma bog'i bordir, nok bog'i bordir, daraxtlari bordir, dehqonchilik bilan shug'ullanar. O'shalarga tarqatib qo'ysanglar, manfaati tegsa, biz ham xursand bo'lamiz. Jamshid aka, sog' bo'ling, rahmat video uchun. Xo'p, sizlar ham sog' bo'linglar, yaxshi yuringlar.